Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan milliy sertifikatda ko'p uchraydigan misolni yechimini ko'rib chiqamiz. X ni 39 ni A deb belgilab olamiz. Shunda bu A, bu 1 taqsim A teng 8 ko'rinishi keladi. Endi ifodaning ikki tarafini ko'taraveramiz. A kvadrat plus 2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan 1 taqsim A plus 1 taqsim A kvadrat teng 64. Ikkala hol qisqartiraveramiz. Demak, A kvadrat plus 1 taqsim A kvadratimiz 62 chiqadi. Mana bu 2 o'tomonga o'tyapti. Demak, bundan kelib chiqib, mana bu ifodadan ham bularni ham A deb belgilab oladigan bo'lsak, A minus 1 taqsim A. Bu ifodani T deb beramiz. Ikki taraf kvadrat ko'taraveramiz. Shunda A kvadrat minus 2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan 1 taqsim A plus 1 taqsim A kvadrat teng T kvadrat ifoda keladi. Shunda mana bu ifoda bilan mana bu ifodaning o'rniga mana bu qiymatni qo'yaveramiz. 62 minus bu ikkalasi qisqara 2 teng T kvadrat. Demak, T kvadrat teng 60. T teng plus minus ildiz 60 ishimiz chiqadi. Mana misolimiz yechimi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman.